77-seriya, lekin novostroyka ekan. Mana shunaqa domlar ham bor Samarqand shaharda. Boshida yangi qurilgan domlarning proyekti xuddi shunaqa edi. Hozir bir boshidan tushuntirib o'taman. Mana shu eshikdan kirib kelamiz. Podyezdimizda ikkita xonadon mavjud. 4 qavatlik eski emas, yangi binolar. 4-qavatida 4 xonali kvartiramizda ko'rib chiqamiz. Yangi ta'mir, yangi jihozlar, yashalmagan kvartira, skvoznoy planirovka, kvadrati juda katta oila uchun a'lo darajadagi kvartira hamda hududi ham bomba. Samarqand shahar vokzal hududidan Beruniy ko'chasi deydi. Yonimizda vokzal parki joylashgan. Birinchi qatorda joylashgan novostroykalar. 4 xonalik kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, prixoshkamiz kattagina, qarang. Bunaqa proyektdagi kvartiralar xonalari ham mana bu eshiklar joyi va patologi ham katta baland bo'ladi. Xo'p, mana bu joyimizda chap qo'limizda prixojniy mebellarimiz bor va aylanma shaklda xonalarimiz joylashgan. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Birinchi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Ikkita bolajon uchun sharoitimiz bor. Hamma yetarli kerakli narsalar bor ekan. Panoramli derazalar, akvaplast, 2 qavatli oyna, mana ikkita kravat, tagiga narsalarni qo'yadigan joyi ham bor ekan, shkafimiz ham bor. Mana bu joylarga stol stullarni dars uchun sharoit qilib bersak, kamchilik bo'lmaydi. Eshiklari ham yaxshi, krashenli eshiklarni qo'yibdilar. Xo'p, keyingi joyda o'rtada alohida bo'lgan sanuzillari bor bunaqa proyektda. Mana to'liq kafeldagi hojatxonamiz va yonida ham xuddi shunaqa yuvinish xonasi, fartuchkasi bor, ko'chaga qaralgan. Kir yuvish mashinamiz ham shu yerda. Mana bemalol aylanib ichida yuvinish xonasiga foydalansa bo'lar ekan. Va ikkinchi xonamiz kattalarimizga yotoqxona, bu yerda ham hamma sharoit bor. Mana ayollarimiz zonasi, katta shkaf va o'rtada kravat. Mana bu derazamiz ham katta ko'chaga qaralgan. Mana bu joyimizga xohlaganingizcha televizor qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh, va 3-xonamiz bo'ladi, mehmonxonamiz. Eslatib o'taman, xonamiz to'liq to'pli-pol. Ana shu yerda mehmonxonamiz bo'ladi. Xo'p, mehmonxonamizda mana bunaqa balkoni bor. Menimcha balkon uzunasiga bo'lgan, buni 2ga bo'lganlar. Bu joyga xohlaganlar o'rtani katta oynalik qilib to'sib qo'ysalar bo'ladi. Razdvijnoy eshiklar deydi. Bu joyda ham yana stol stullar qo'yib olsak bo'ladi. Devorga qaralgan tomoni ana shu tarafda vokzal parki joylashgan. Mana bu joyimizga oshxona joylashgan. Buni oxirida ko'rib chiqamiz. Zalimizni ko'rib chiqdik. 4-xonamiz yana bitta yotoqxona. Uni qiz va o'g'il bolalari bor oilalarga juda qulay deb o'ylayman. Qiz bolalarga va o'g'il bolalarga alohida yotoqxona qilib bersak ham bo'ladi. Yoki keladigan mehmonlarga yotoqxona qilib tayyorlab qo'ysak bo'lar ekan. Xo'sh, 4ta xonamizni ko'rdik. Skvoznoy planirovka, 4 qavatli yangi binolar, 4-qavatida 4 xonali kvartiramiz. 93 kvadrat bo'ladi umumiy maydoni. Va oshxonamiz qoldi. Oshxonamiz mana shu yerda joylashibdi. Hop, kattagina xolodilnikimiz bor, kerakli mebellarimiz, moyka plita vitishkalarimiz bor. Mana shu joyda do'kontirni kotelimiz joylashgan. Xuddi shunaqa. Xo'p. Mana shu joyga 3 ta odamga stol stulcha qo'ysak ham bo'ladi deb o'ylayman. Ana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi. Samarqand shahar Beruniy ko'chasi. Yangi qurilgan 4 qavatli binolar. 77-seriya proyekti. Parkning yonidagi domlar bo'ladi. 4 qavatlik binoning 4-qavati 4 xonali kvartiramiz. Hammasi 4 bo'lib ketibdi. 93 kvadrat, $89,000 so'ralyapti. Ipoteka ham bo'lar ekan, ozgina savdosi ham bor ekan. Mana shunaqa kvartiralarni yoqtirganlarga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga zudlik bilan aloqa chiqamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.